ishimiz birinchi laboratoriya ishi simlarning sirli o'lchamlarini ishlangan sirkul yordamida aniqlash. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan asboblar ishlangan sirkul va turli xil diametrdagi silindrsimon idishlar, turli xil har xil shakldagi silindrsimon idishlar hamda halqa, biror bir laylar, mana bular ichki tashqi diametrlarini hamda chuqurliklarini aniqlashimiz uchun kerak. Xo'p, jismlarning chiziqli o'lchamlari deganda uning qalinligi, diametri, radiusi, chuqurligi kabi kattaliklari kiradi. Xo'p, keyingisiga bizga kerak bo'ladigan asboblarni aytdim. Xo'p, ishlangan sirkul mana shunaqa ko'rinishda bo'lib, hammaga ko'rinyaptimi? Bunda qarang, mana bu tepasida biror qo'yiladigan vint deb ataladi. Bu vinti. Bu bilan biz vintini bo'shatishimiz orqali buni erkin siljiy oladigan ko'rinishga keltirishimiz mumkin. Bunda bizga qarang, tepasida sizga qo'yilgan slaydimda hozir ko'rsataman. Slaydda ko'ringan ishlangan sirkulni qo'limdan kelganicha qo'yishga harakat qildim. Mana qarang, sizga ko'rinib turgan ishlangan sirkul xuddi shunaqa ko'rinishda bo'lib, meni qo'limdagi ham xuddi shunaqa. Faqat bundan farqli tarafi bu elektron ishlangan sirkul. Chunki buni mana ko'rinadigan chiziqlar nimalar? Biz buni bevosita ko'zimiz bilan ko'rish orqali fahmlasak, mana bu yoqda ekranda chiqadi yozuvlari. Xo'p, qarang, ishlangan sirkulda tepasida ko'rinadigan FF nuqtalari uning ichki diametri, turli xil shakldagi jismlarning ichki diametrini aniqlasa, Y bu yerda vint, bu yoqda B va D qismidagi o'rtasida mana siz ko'rib turgan joyi har xil qismdagi shakllarni tashqi diametrini o'lchaydi va radiusni shuni diametr orqali topishimiz mumkin. Va keyingisi mana bu C qismi o'z o'qi atrofida erkin siljiy oladigan, kitobingizda yozib qo'yilgan, buni nomini non-yuz deb nomlangan. Erkin siljiy oladigan. Va bu yoqda K qismi bor. Bu K qismida mana bu biz buni erkin siljitganimizda mana bu yoqdan lineyka qismi chiqib kelyapti. Ana shu K qismi buni chuqurligini aniqlashimiz uchun kerak. Xo'p, ko'ramiz. Bitta jismlarni o'lchab ko'ramiz. Qarang, qo'limda mana bu ko'rganimiz taxminan silindrsimon idish desak bo'ladi, to'g'rimi? Endi bu silindrga o'xshashib ketadi-yu. Endi buni qarang. Tashqi, mana bu uni tashqi diametri, mana bu uni ichki diametr bilan tashqi diametr mana bu ikkita yon devorlarning ayirmasidan iborat bo'lgan kattalik bilan ajralib turibdi, to'g'rimi? Tashqi diametrga bu qo'shilib ketgan, ichki diametrga buni olib tashlaymiz. Xo'p,